Assalamu alaykum, to'rdagi roman anglag'uchi do'stlar. Biz Abdumit Xo'ja Abdullah Qaraqash yozgan Zulmatlik tuproq romanini o'qishni davomlashtiramiz. Oldingi qismda Turkmanistonning erkaklarini o'ldirgan ruslarni qo'llab, ulardan hal so'ragan turkman xoini Burhan Bagdin Pashshaxon bilan Tillaxonning xalqning qisosini olganligini va bolalarning pishib etilib o'z oldiga o'ch ilish harakatlarida bo'lganligini o'qib o'tdik. Endi davomini o'qiymiz. 13-bab Türkler İttifaqı. Әдісі сәһәрдә Пашшахан балалары белән мәсҗидтән еніп мehmonxona өйгә йығылды. Балалар ахшам Әйса бәгдин мәхбиятlikning ашкарынып калганлыгын белгәчкә, Пашшахан әмді безне тәнкыйть кылдыган булды дип ойлап калган иде. "Җигитләр!" dedi Пашшахан наһайты көтәрәңгү халда Тиллахан белән ахшам дейишеп алганы буенча уларга карап күлемсерәп торып. "İşleringlarning hammini angladim. Yarayısizlar. Әмді мана haqiqiy türkmen yigitlarga o'xshadinglar." Balalar Pashshaxonning o'zlarini maqtab atqanligini bilib o'z quliqiga ishonolmay, bir-biriga qarashib күлемсерәп turishdi. "Bu qitimqi harakatinglar sizlarning pishib yetilganliginglarni tushundirdi. Uning ustiga planinglar nihoyatda mukammal tuzilibdi. Shu sababdan harakatinglar zo'r g'alabaga erishdi. Sizlarga ayon, Ruslarning zaminimizda qilmagan askiligi qolmadi. Boyliqlarimizni bulang-talang qilishni bargan sari kuchaytdi. Bo'pti, biz uningga mayli dedik, ammo ular buning bilan bo'ldi qilmadi. Amdilikda biz turkmanlarni hayvonning o'rnida ko'rishga boshladi. Ular bizning madaniyatimizga, o'rip-odatimizga buzg'unchilik qildi. Ular o'zining vatanida Turkmaniston ichish degan qo'riq shuarni ko'tarib chiqib, zo'r ko'lamlik rus nufuslarini yo'tkab qirg'inchilikni paydo qildi. Shu sabablik bizning ana singillarimiz ularning dedikiga, yigit erkaklarimiz ularning quliga aylandi. Bizning odamlarimiz mayli qancha yaxshi maktablarda o'qib kelsin, issiz peti qilaverdi. Aksicha ularning po'qni ishga bo'lolmaydigan non qipilari har qachon a'tvorinib yaxshi xizmatlarga qo'yildi. Nahaqchilikqa chidamagan o'qimishli kishilarimiz bir ikki og'iz haq gap qilganiga ularni har xil batnom bilan turmaga oldi yoki xizmatlardan haydidi. Ular biz turkmanlarni tarixda misli ko'rilmagan darajada xorladi. Bizga hadislar, vatanning birligiga qarshi chiqqan millatchi unsur degan qalpoqni kiydirib, bizni xohlagancha tutqun qildi. Xohlagancha darga osdi. Xohlagancha turmalarga mangulik qamavatdi. Xalq uzun muddat nadonlikda qolg'ashqa nimening oq, nimening qorlig'ini obdan farq etolmadi. Farq etgan taqdirdimi ruslarning dahshatli tumir tapini ostida beshini ko'tarolmadi. Amdilikda biz turkman erkaklari buningga qarab turamdik. Ulug' Alloh bizni bu zaminga nimishga opiridi qilgan? Bizni yeb ichsin debmi? Bizni hayvondek adidan kechgacha uxlusin debmi? Yo'q. Hargiz undaq emas. Qudratlik Alloh bizni dinimizni qo'g'dash uchun, vatanimizni qo'g'dash uchun, qiz ayollarimizni qo'g'dash uchun yaratgan. Biz amdilikda o'zimizni erkak deyalamdik. Bichora onalarimiz bir non uchun rastlarda yalangoyoq tilamchilik qilmoqda. Yuvosh qiz singillarimiz bir tal yepincha uchun ko'ch-ko'ylarda tinini setib fohishlik qilmoqda. Qaranglar, biz ularga nima qilib beralidik? Biz o'lsak Allohga nima deb javob beramiz? Deb kelsam bo'layotgan nahaqchilikdan ichim qon yiringlarga to'lib ketdiklik. Ularning bizga salgan zulmini so'zlab tugatkili bo'lmaydi. Balalar, sizlarga desam bizning faqat birda chiqish yo'limiz bor. U bo'lsa-mu Turkmanistonning uzil kesil mustaqilligi. Turkman xalqining haqiqiy erkinligi. Biz mustaqillik uchun adoqcha kurash qilishimiz kerak. Biz faqat mustaqil bo'lganda ondan insoniy qadr-qimmatimizni topa olamiz. Undaqda biz mustaqil hur bo'lishimiz uchun nimalarni qilishimiz kerak? Buning to'g'ri javobi shuki, biz turkmanlar jini borlarimiz jinimizni, puli borlarimiz pulimizni, kuchi borlarimiz kuchimizni chiqarib, ruslar bilan qarshilashimiz lozim. Ularga qaqshatquch zarba berib, ularni zaminimizdan uzil-kesil qo'qlab chiqarishimiz lozim. Erkinlik, hurlik yo'lida bir tal supurgini bo'lsa-mu qo'limizga elib jihodga chiqishimiz lozim. Mana mushuning o'zi Allohning nazaridagi haqiqiy jihad. Mana mushuning o'zi haqiqiy namoz. Mana mushuning o'zi biz turkman musulmonlarining Alloh oldida qilgan haqiqiy ibodatimiz hisoblandi.
Balalar Paşaxanның sözlerinden təsirlənib, közlərə yaş elib, Ruslarның qılmış etmişlərinə qəzəblənib, muşlarini tügüşməkdə idi. Paşaxan sözünü davam qıldı. Xoş, biz izchil bu hesabni ilishni saqladik. Çoğ buluşimizni saqladik. Lekin qaysi kunki harakatinglar bizning allaqachon cho'ng bo'lganligimizni isbotladi. Bizmi endi buningdan ortiq cho'ng bo'lmaymiz. Biz bugunni qadrlashimiz kerak. Biz 1 minut burun harakatga kelsak, bir nafar begunoh turkman fuqarosi 1 minut burun qutqizgan bo'lamiz. Biz 1 daqiqa burun qo'limizga qurol olsak, 1 daqiqa burun mustaqillikqa erishgan bo'lamiz. Balalar, esinglarda bo'lsinki, sizlar hargiz oddiy odamlardan emas. Mundaqcha aytsak, Turkmaniston xalqining taqdiri bizning qo'limizda. Mushu yerda turgan yettimizning qo'lida. Shuning uchun biz bundan keyingi har qanday harakatni xohlagancha o'z oldimizga qilmasligimiz lozim. Yettimizning jini izchil bir yipqa bog'lanib keldi. Bundan keyin yana bir yipqa bog'lanamiz. Navoda birimizdan chataq chiqsa qolgan hammamizdan chataq chiqadi degan gap. Demakchimanki, qat'iy xohlagancha harakat qilishga bo'lmaydi. Yurunglar, har qancha qizib kesimi qilmoqchi bo'lgan ishinglardan men yoki Tillaxon oldi bilan xabar tepishi kerak. Bir tutash buyruqqa bo'ysunishinglar kerak. Navoda gapimga qoyil bo'lgan bo'lsanglar, menga hozir va'da beringlar. Oka, xotirjam bo'ling. Biz endi xohlagancha ish qilmaymiz, deyishdi bolalar deyishib olgandek tangla javob berib. Yaxshi birodarlar, hozir sizlarga bir ishni uqtirman. Paşaxan ufqisiga burilib qarab ishorat qilib edi. Tillaxon har bir balaga 3 bo'g'moqdan pul taqsim qilishga boshladi. At degandan boshlab biz hammamiz bir-birimizdan ayrilamiz. Qulunglardagi pul sizlarning chiqiminglarga azoda yetib oshidi. Har biringlarga birdan viloyat taqsim qilindi. Atidan boshlab o'zinglarga tava rayonga berib, xalq orasiga cho'ksizlar. Sizlarning o'qigan kitobinglar haqiqatan ko'p edi. Endi ularni amaliyotga tatbiqlaydigan chog' keldi. Vaqtinglar faqat 1 yil. Bu 1 yil ichidagi vazifanglar bo'lsa, o'zinglarga tava rayondagi Rus kuchlarining amaliy ahvolini, shundaqla Ruslarga qarshi kuchlarimiizning amaliy ahvolini yoshirin egallash. Undan boshqa sharoiti borlar chavandozlik mahoratini puxtalanglar. Bo'lsa mashina haydashni o'rganib olinglar. Bu jarayonda egallagan ahvolni qat'iy yeziqcha xotirlashga bo'lmaydi. Xotirlagan taqdirdami cho'qim kallanglarga tizib olgandan keyin aslisini ko'ydirib etinglar. Ruslarga qarshi har qanday harakatga qatnashmaysizlar. Sizlar faqat tijoratchi nomida yuqorqi vazifani o'rindaysizlar. Salohiyatinglarni qat'iy oshkorlashga bo'lmaydi. Kelar yili mushu chaqda mushu uyda ko'rishimiz. İşlarda alayda o'zgarish bo'lib qolsa, biz sizlar bilan aloqalashamiz. Esinglarda bo'lsin balalar. Bu vazifa qarmoqqa oddiy bo'lg'ini bilan amaliyotda oddiy emas. Vazifani o'ngishli o'rindash uchun qat'iy pulning ko'ziga qaramanglar. Pulning g'amini biz qilamiz. Bundan keyingi harakatimizning o'ngishli bo'lish bo'lmasligi sizlarning mushu qitimliq vazifani yaxshi o'rinday olmasligingizga bog'liq. Qandoq balalar? Chataq yo'q aka, gul chiqarib o'timiz. Deyishdi balaları tulub taşqan işençi bilan bir-biriga qarashib. Shunda qilib ularning qisqa yig'ini oxirlashdi. Balalar bu vazifaga atlangandan qattiq xo'shal bo'lib atadi. Ular o'zlarini hikoya romanlaridagi bosh qahramonlardek his qilishib, pullarni yanchuqiga silishguncha atiki safarning tayyorligi uchun rastiga mingishdi. Әтісі әттегенде Paşaxon bilan Tillaxon bekatga balalarni uzatqili chiqib, ular bilan quchoqlashib xo'shlashdi. Ondan ular uyga aldirab qaytib, uydagi mol dunyoning o'ziga lozim bo'lganini ilib qilib, qolgan qismini shaharga yaqin joydagi cho'ng mozorliqqa, ya'ni buvisi Jalol shayxning uyi bor mozorliqqa burunqi usuli bo'yicha ko'mib chiqdi. Әтісі әттегенде ular yangi plan bo'yicha poyezd stansiyasiga chiqib, o'ziga lozim bo'lgan odamni izlashga boshladi. Poyezddan endi tushgan bir Rus yigit sumkasini ko'tarib uyoq bu yoqqa qarg'inicha ketib boradi. Shu chaqda beshiga qizil shapka kiygan, ko'ziga aynak taqib olgan bir turkman yigit poyezddan endi tushgan bu Rus yigitning oldiga kelib qizg'in salom qilib qo'lini uzatdi. "Yaxshimsiz yigit?" dedi qizil shapkali ko'zoynak turkman yigit ravon rus tilida. "Ha, yaxshimsiz?" dedi javoban Rus yigitmi bu notunish yigit bilan qo'l ilishib ko'rishib. "Moskvadan keldingizmi?" "Yo'qay, Leningraddan kelishim. Siz?" Men bir yerlik muxbir yigit. Menga sizning yardamingiz kerakdi. Bilmadim, yordam qo'lingizni sunarsizmi?" "Sizga qanday yordamim kerakdi?" "Sizga udulla deveray.
Gazetxana boshlig'i menga bir mushkul vazifani ortib qo'yatdi. Shahrimizda qadimiy ham cho'ng bir masjid bor edi. Ular menga shu masjidning butun naqish o'yinlarini rasmga tortib chiqtayotdi. Boshlig'imiz u bir rus millatidan edi. Biz turkmanlarning urf-odatini toza bilib ketmaydi. Men mushu shaharda tug'ilgan. Uning ustiga uyim shu masjidga nihoyat yaqin. Men u yerda u apparatni ko'tarib yursam, toza bir qalmashmagan ish bo'lg'idek. Bu ishni boshliqqa aytolmadim. Vaqtida o'rindimisam yeydigan ninimdan ayrilib qalaman danga. Shunga bu pulni sizga bersam, mening o'rnimda menga bir yordam qilsangiz qandoq? Türkmen yigit indidan xelilajıq bir tutam pulni sug'urib, Rus yigitning quliga tutqizdi. Turkmenistonga pul topqili kelgan bu Rus yigit qo'lidagi buncha jiq pulni ko'rib bu ishga qiziqib qoldi. Oddiy bir ish ekan-ku, buningga shuncha tuzit qilish ketamdi, dedi Rus yigit hayron qolgan holda. Hey birodar, dedi Türkmen yigit chiroyini purishtirib. Siz bilmaysiz. Bu yerdagi yoshlar bu apparatni ishlatishni obdan bilib ketmaydi. Tortgan surat yaxshi chiqmasa boshliqqa nima deb qarayman. Shunga bu bir nimani ishlatalaydigan odamni topmoq bektas. Bektas bo'ldi danga. Chattaq yo'q. Mening bu yerga tunji kelishim. Yiliqi masjidni menga ko'rsatib qo'ying. Men qo'lingizdagi bu bir nimaning tilini obdan bilaman, dedi Rus yigit turk yigitning qo'lidagi apparatni qo'liga elib. Ular shunday qilib, Udul Avat rasidagi xalliq masjidning oldiga yetib bordi. Yetib keldik, dedi muxbir yigit apparat ko'tarib olgan Rus yigitga qarab xushal bo'lgan holda. Har bir naqshni 3 parchadan torting. Birmi kam bo'lmasin. Pulni oz ko'rsangiz ish bitganda yana qotaman. Buni xaltada zapas negativ bor. Har oz beshingizga bu qizil shapkin kiyiviling. Musulmonlar boshdoq odamni ancha yoqtirib ketmaydi. Gapim tushundingizmi? Muxbir yigit beshidagi qizil shapkini Rus yigitning beshiga kiygizib qo'yib, bu yerdan ketib qoldi. Rus yigit apparatni bo'yniga esib, masjidning ichiga kirib, masjidning tam to'g'risidagi har xil ranglik naqish gullarni vasillatib tortishga boshladi. Bu vaqt dal kishilar peshin namozidan yinayotgan chaq edi. Masjiddan yinayotgan kishilar beshiga qalmashmagan rangdagi shapka kiygan bu Rus yigitga ajablanib qarashib, ichida bir nimalarni deyishyotdi. Tova bu Rusning kiygan shapkasini. Ayol kishidek qizil bir nimani kiyyapti-ku bu. Bizning masjidimizni rasmga tortib nim qildigandu bu amdi. Nim qilatdi bu haq. Masjidimizni yiqitib o'tishning qo'ydi bo'layotgandu shu. Hoy, atrof qarab gap qilinglar. Muxbir degan turkmaninchini obdan bildikan. Eg'izimizdan balo qilmayli yana. Kishilar o'zining rasm tortish ishi bilan mashg'ul bo'layotgan Rus yigitga kaynidan qarashqinicha chikitib qilishdi. Masjiddagi naqish o'ymalar ko'p edi. Rus yigit nihoyat uzun vaqtda bu ishni tamomlab, masjidning oldiga chiqdi. Heliqi turkman muxbir yigit masjid oldida uningga saqlab turadi. U yenidan yana azroq pul chiqarib, Rus yigitga rahmatini bildirib, uning bilan xo'shlashdi. Kechda xalliq masjidga kelib xubdan namozi o'qiydigan kishilar intayin ko'p edi. Imom qiroatni tugatib, sajdaga borganda masjidning hovlisida vurra vurra ovoz anglanib ketdi. Mushu topda bir qizil shapkalik yo'lchun odam masjidning hovlisidagi gilamga benzin chechib o't qo'yayotgan edi. Sirtdan namozga kechib kelgan bir qanchaylan bu sarangning qilmishini ko'rib uningga vaqirab etilgan edi. Qizil shapkalik yo'lchun odam Rus bir nimalarni deb vaqirganicha ushqandek yugurib qochib, ularning changilidan qutuldi. Uningga etilgan bu odamlar o't yalqinining yamrab ketmasligi uchun bu yo'lchun odamni qo'g'lashdan voz kechib kuyayotgan gilamlarni so'rganicha masjid hovlisiga chiqib uchirishga boshladi. Angacha qeri imommu at-tahiyatuda uzun o'ltirolmay ikki yonga oldirib salom qilib, jamoatni boshlab hovliga chiqib ulgurdi. Qaysi murtad davzixining ishi bu? Allohning uyigimi o't qo'ygan bormi? dedi imom g'azabdan titrab. O'tni uchirayotgan hiliqi bir qancha kishi imomning oldiga bir qizil shapkani ko'tarib kelib, bas-basda ahvolni doklad qilishga boshladi. Sirtdan kirishimiz, bu sarang bu gilamlarga o't qo'yibdi. Tutib olayli desam, u kofir ajoyib chaqqankan, qochib ketdi. Qarasam sipi o'zida Ruskan. Tig'i rus tilida bizni bir nima deb tillayotdi. Aldirashchiqda beshidagi shapkasini tushirib qo'ydi. Bizmi o't ofatining oldini olish uchun uni baqo'g'lab ketmadik. Bo'lgan ahvol mushu deslar xonim. Chuqum ash tushdiki qizil shapkalik Rusning ishi. Bu shapkani men uning beshida ko'rgan, dedi jamoatning orasidagi Tillaxon gapni ulg'aytdi. To'g'ri, menmi ko'rgan. Shuning beshidimi mushundaq shapka turadi.
Chuqum aşu Rus muxbirning ishi, dedi yana bireylen. İmam Axunum Rusning ishi deganni anglab g'ulg'ula qilishayotgan jamoatni bisiq turdi. Hay jamoat, gumon imonni qochirar debdikan. Har nim bo'lsa o'tni vaqtida tushirib oldik. Qolgan gapni ati deyishayli. Hammanglar tarqinglar. İmamning jamoat orasidagi inovati cho'ng edi. Jamoat imamning gapini bo'lib etmay g'udungshig'incha masjiddan ayrilishdi. Aslida bu qizil shapkalik odam Pashshaxonning o'zi bo'lib, u bu o'tni ma'lum maqsad bilan qo'ygan edi. Chunki Turkmanistonda bundaq bir ish umumyuzlik odatga aylanib qilyotdi. Zulm shuncha kuchayib, adolatsizlik zaminni bir olgan bo'lsa-mu, mehrobda o'ltirib olgan kalti mollalar xalqqa izchil, podshohning amriga bo'ysunmoq vojibdir. Hamma ish lavhul mahfuzda mushundaq putilgan. Ruslar masjidlarimiz yanglab zilchi gilamlar bilan to'ldirdi. Degandek tashviqotlarni kuchaytirib, jamiyatning nisbiy muqimligiga kapolatlik qilyotdi. Xalq o'z ko'zi bilan ko'rgan nahaqchilikqa nisbatan g'ulg'ula qilishganda ular tap tortmasdin. Allah sabr qilg'uvchilar bilan billah degan oyatni burmulab misol keltiradi. Mana mushundaq mehrob tashviqotning ta'sirida bu zamindagi ko'pincha musulmonlar qo'yning qo'zisidek yuvashishib, hamma ishni Allohga qo'ydigan darajaga berib, vatanning mustaqilligi, millatning ozodligi to'g'riliq hech qanday fikr tafakkur qilmaydigan, zulmga qarshi harakat qilishni xiyolligimi keltirmaydigan darajaga berib qilyotdi. Hatta az sondagi zulmga qarshi chiquvchilar Ruslarning qo'g'lab zarba berishidan qochib, masjidning ho'yli o'gizlarida panohlanib qunib qolgan chog'lardimi, jamoat bularni qo'rshab tutib edib soqchilarga topshirib bergan ahvollarmi bo'lyotdi. Shuning uchun Pashshaxon bu g'amsiz musulmonlarga Ruslarning zodi qandoq odam ekanligini amaliyotda bir bildirib qo'yish hamda bularning uxlab yotgan vijdon g'ururini g'idoqlash uchun bu masjidga o't qo'yish harakatini Ruslar ko'chasidagi o't ketish voqeasiga ulab planlagan edi. Әтісі bu gap eg'izin-eg'izga tarqalib butun shaharda g'ulg'ula qo'zg'adi. Mushu ishning ta'siridan bo'lsa kerak, bugungi xalq masjidga juma namozi o'qilg'ili kelgan jamoat odatdagi chog'dagidimi ko'p yig'ilgandek turadi. Kişiler o'zaro quloqlarini yiqib kusurlashib bu o't qo'yish voqeasini to'xtamay analiz qilishadi. Imom kutilmagan biror ishning yuz berib qilishidan ansirab, bugungi vaz nasihatni qisqartib xutbaga baldurlar chiqib oldi. Namoz o'qilib duo yondirildi. Dal mushu paytda masjid hovlisida ko'zoynak taqib olgan, peshonasidan nur yig'ib turadigan, beshiga chiroyli salla urib olgan yosh bir qori yigit jamoatga bir ishni ullik murojaat qilyotdi. Hey aziz musulmonlar! Jahon zodi nim bo'lib ketdi, dedi qari yigit ullik ovozi bilan uyiga mingishga tamshilayotgan butun jamoatni to'xtatib. Oqshom bu ruslar bizning masjidimizga o't qo'yishga petindi. Ata yana nima ishlar yuz bera? Hukumat ruslar ko'chasidagi o't ketish voqeasini bizdan ko'ryotdi. Ular butun tekshirishni bizga qaratayotdi. Shunga ruslar bizdan o'ch olmoqchi. Hukumat ruslar ko'chasidagi o't qo'yg'uvchilarni tezdan tepib chiqib, bu ziddiyatni hal qilishi kerak. Qaranglar bu gilamlarga. Angacha Tillaxon tahrat ilish uyining bo'ling'iga tiqib qo'yilgan, yerimi kuyib ketgan gilamni so'rab chiqib jamoatning oldiga tashlab, qari yigitning so'ziga luqma soldi. Shundoq jamoat, ular bizni nima ko'ryotdi? Bugun biz masjidimizning kuyishiga qarab tursak, ata ular bizning Qur'onimizni ko'ydirdi. Uning atisi xotun singillarimizni ko'ydirdi. Biz turkman musulmonlari oxiratda Allohga nim deb javob qaytaramiz? Jamoat başlarını lingshitib qattiq g'ulg'ula qilishga boshladi. Bu yigit to'g'ri deydi. Shundoq, biz endi qarab tursak, bizni musulmon degil bo'lmas. Hukumat o't qo'yg'uchini tepib berish kerak. Allohning uyiga o't qo'yg'uchini chalma-kesa qilishimiz kerak. Masjid hovlisidagi jamoat borgan sari ko'payib g'ulg'ula zo'rayishga boshladi. Shu chaqda imom Axunim yugurib chiqib jamoatga gap qilib, ularning muzokirasini to'xtatmoqchi bo'lib edi. Pashshaxon buni his qilib Tillaxonga ishorat qilib qo'yib, ullik ovoz bilan so'zini davomlashtirib jamoatning diqqatini o'ziga tortdi. Hey musulmonlar, bizning toqatimizning cheki bor. Biz har qancha parvosiz bo'lgan taqdirdimi masjidimiz bilan Qur'onimizni qo'g'dishimiz kerak. O'zini haqiqiy musulmon erkak degichilar bo'lsa, men bilan minginglar. Biz shaharlik hukumatga berib bu ahvolni ma'lum qilayli. Ular bizga buni tushundirsin. Bu chaqda Tillaxon imom Axunimning yiniga oldirab berib, yenidan bir bog'lam pulni elib uning qo'liga sundi. Imom Axunim bu yoqqa kelsilar. Buni Makkadagi otam sizlarga atab avatgan ekan. Yaqında atam silni tushida to'la ko'rib, silning salomatliklaridan ansirab qopdi.
Oldimizdagi oyda sizning hajga boradigan ishlarini otam o'zi hal qilgudek. Butun chiqimni otam o'zim ko'tirman deydi. Dedi Tillaxon imom Axunumning yangidan tartqincha masjid ichiga akirib. İmam Axunum buncha jiq pulni ko'rib, uning ustiga hajga boradigan gapni anglab, masjid hovlisiga varang-churang bilan kori bo'lmay, Tillaxonning keynidan hijib mandi. Axunum bu yerda mit qilmay tursizlar. Asli bu puldan 5 bo'g'moqni otam sizga avatibdikan. Qolgan 4 bog'lamni akam meniga silib olgan edi. Jindek tub tursizlar. Omonatni vaqtida berib dey. Tillaxon shundaq deb qo'yib masjidning hovlisiga yugurdi. İmam Axunum osmondan yaqqan bu boyliqning qo'shallig'ida turgan yerda chekitdek turaverdi. Ang'icha hovlidagi jamoat cho'ngidan kichigicha La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyishgunicha yosh qori yigit Poshshaxonning keynidan agashdi. Shaharlik hukumat bilan xonliq masjidning oralig'i piyoda yarim soatlik yo'l edi. Jamoat yo'l bo'yi ovozini qo'yitib, "Allohu akbar" degan kalimani shuar qilib to'lab mang'ashqa, boshqa masjidlarga jamoat bu sapga qitilib cho'ng yo'lga patmay qilishdi. Kishilar shaharlik hukumatga saldak iqishqa boshladi. Sapning beshida Poshshaxon qatorliq bir qancha yosh, yiliqi yerim kuyib ketgan gilam bilan qizil shapkani egiz ko'tarilishqa edi. Shaharning amonlik saqlag'uvchisi, ko'cha chorlash qismlari bu zaminda azaldan bundaq ko'p namoyishchi qo'shinni ko'rib boqmagan edi. Ular buni ko'rib aloqzada bo'lganidan qo'rqishib, bosh shtabga telefon qilib ulgurdi. Ko'ch-ko'ylardagi ruslar do'konlarini taqishib, uylariga mukishib, jinini saqlashning ko'yda aloqzada bo'lishdi. Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushtiyagicha bo'lsin. Davomini keyingi qitim anglaylik, xo'sh.